Rangli qalamlarmiz. Mazza qilib rasm chizamiz. Hammamiz kamalak ranglar barchamiz biz bilan doimo. Dono momo. Salom aziz bolajonlar. Sizlarni ko'rib turganimdan bugun bag'oyatda xursandman. Men hozir yordamchi Momomoni sahnaga taklif qilaman. Momomo. Qayerdan yuribsan? Senga nima bo'ldi? Tishing og'riyaptimi? Bunday hollarda albatta doktorga borish kerak. Qo'rqyapsan-a? Doktorga borishdan hech qachon qo'rqmaslik kerak. Bormaysan? Hoppa qaysar-ey. Hozir bolajonlar bilan birgalikda bir multfilm tomosha qilamiz. Xulosani o'zing chiqarasan. Marhamat. Bilasanmi, olov? Men ham apelsinni bo'yay olaman, lekin sen bananni bo'yay olmaysan. Men bananni bo'yay olmasligim aniq, lekin sen ham apelsinni bo'yay olmaysan, Sariqvoy. Nima? Mana, qara. Do'stlar, kimga sariq apelsin kerak bo'lsa, bu yoqqa kelinglar. Ye, Sariq, men ham daraxtimni bo'yab bersang-chi, a? Sariq, rangingga mos ish qilsang-chi. Hozir ko'rasizlar. Ana. Ha, endi to'q sariq bo'ldi. Bunday botirib bo'yasa. Ey, hozir qog'ozingiz bo'rasan. Hozir biron yeringni mayib qilasan-ku. Voy, ana yirtding. Voy, menga nima bo'ldi? Mana bu nima? Endi nima qilamiz? Voy, o'yinda chiza olmaydimi? Zudlik bilan tez yordamga qo'ng'iroq qilish kerak. Nima? Yo'q, men doktordan qo'rqaman. To'xtanglar. Meni buvam doktor bo'lganlar. Men bilaman nima qilishni. Endi qanday chizaman? Sariqvoy, doktorga bora qolaylik. Tezda tuzalib olarding. Yana mazza qilib birgalikda surat chizardik. Ha? Yo'q, bormayman. Unda-chi xohlasang, doktorning o'zi keladi. Yo'q. Men Yo'q. do'konga borib kelay demoqchiman-e. Qara, qancha bo'yalmagan suratlaring bor ekan. Eng katta orzuying mana bu katta makkajo'xori suratlarini yorqin sariq rangga bo'yash edi-ku. To'g'rimi, Sariq? Ha. Chaqiraveraymi doktorni? Yo'q. Do'stlar, Sariqni bir amallab doktorga olib borishga ko'ndirishimiz kerak. Doktor so'zini eshitishi bilan yig'layapti. Qanday qilib ko'ndiramiz? Menda bir reja bor. Agar amalga oshsa, uni o'zi doktorga boraman deydi. Yashil. Ey, jigar. Olov. O, Sariq. Haligi nimani gaplashyapsizlar? Biz seni qanday qilib doktor? Biz juda bir katta san'at asarini sariq rangsiz qanday chizishni maslahatlashyapmiz. Iye. Nega endi mensiz? Chunki sen hozir betobsan, chiza olmaysan-ku. Nega chiza olmas ekanman?
Ko'rsatib qo'yaman. Chizolmas ekanman. Albatta chiza olaman. Qani, bir ko'raylik-chi. Hozir. Xafa bo'lma Sariq. Sen bilan birga hali juda katta asarlar chizamiz. Doktorga borganingdan keyin. Hozircha esa biz chizadigan asarni mazza qilib tomosha qilib tur. Asarimizning nomi Rang-barang Makka jo'xori. Voy, nima? Qani olov, o'zingdan bo'lsin. Qizil, endi seni galing. Yashil, bo'yash navbati seniki. Ha, bo'yaylar. Axir jo'xori sariq bo'lmaydi-ku. Oxirgisini menga qoldiring. Qara sariq. Yoqdimi? Bo'ldi, qizil. Chaqir doktoringni. Do. Endi men doktordan qo'rqmayman. Ular bo'lmaganida men yana avvalgidek chiza olmagan bo'lardim. Bundan buyon qo'pol harakatlar qilmaysan deb umid qilamiz. Albatta, sog'lig'ini qanchalik muhim ekanini tushunib yetdim. Endi faqat rangimga mos suratlarni chizaman. Ana shunday. Xo'sh Sariq, rang-barang jo'xorini nima qilamiz endi? Shundayligicha qolaversin. Sizlardan menga esdalik bo'ladi. Bu esa sendan bizga esdalik bo'lib qoladi. Bolajonlar, aslo unutmang. Kasalini yashirsang, ismasi oshkor qiladi degan gap bor. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Sariqvoy xatosini tushunib yetdi va zudlik bilan shifokorga bordi. Bolajonlar, men paytdan foydalanib, momomoni ham shifokorga olib boraman. Momomo, ishing hali ham og'riyaptimi? Bu aniq. Xo'sh, doktorga boramizmi? Barakalla. Qani ketdik momomo.